Oy yuzi. Dunyoda serotonin yashash sevinchi gormonga eng boy to'lin oydir. Ruhiy kasal insonlarga qadimda uzoq vaqt mobaynida oyga tikilib o'tirish tavsiya qilingan. Oy bilan bog'liq juda ko'p tasvirlar, tashbihlar va tavsiyalar bor. Oy inson ruhi uchun shifo bulog'i. Kechalari oyga qarab ruhan sokinlashmagan inson bormi? Ba'zan mendan ahsani taqvim nima degani deb so'rashadi. Eng go'zal surat degani. Ammo inson oydan ham go'zal, kundan ham go'zal. Qaysi inson? Go'zal insonlarni ko'rganimizda 14 kunlik oydek deb ta'riflaymiz. Ammo biz ko'rib turgan narsalarning hech biri ko'ringani kabi emas. Ko'zlarimiz esa doim bizni aldaydi. Osmonda bizga ko'rinib turgan shu oymomoning ikkita yuzi borligini bilarmidik? Oyning ikkita yuzi bor. Bir tomoni quyoshga qaragan bo'ladi va u har doim to'lin oydir. Hech qachon kichraymaydi va hilol bo'lmaydi. Ikkinchi yuzi esa bizga qaragan. Bizga qaragan yuzi davr, vaqt sababli kichrayib, yiriklashib turadi. Bizga qaragan yuzning kichrayishi, ya'ni hilol bo'lishi, quyoshga qaragan yuzining to'llinligiga zarar bermaydi. Bizning qalbimiz ham oyga o'xshaydi. Qalbimizning haqqa qaragan bir yuzi va xalqqa qaragan ikkinchi yuzi bor. Qalbimizning haqqa qaragan yuzi haqning nazargohidir. Qalbimizning haqqa qaragan yuzi iymon, yaqin va husni zan, yaxshi gumon bilangina to'linoy kabi to'ladi. Oyga qarab insonlarga nisbatan yaxshi gumonda bo'lishdan ibrat olsa bo'ladi. Biron kishining zohirida bir ayb va nuqsonni ko'rganimizda o'zimizga balki Allohga qaragan yuzi to'lin oydir, ayb bizga qarab turgan yuzidadir deya olamiz. Hasan Basriy hazratlari bir kun Bag'dodda Dajla daryosining sohilida bir qora tanli kishiga duch keldi. Zangi kishi bir ayol bilan sharob ichib o'tirgan edi. O'z-o'ziga dediki, bu zangi agar sharob ichmaganida edi, mendan afzal bo'lardi. Hasan Basriy hazratlarining nafsini har doim yerga uradigan, xorlaydigan odati bor edi. Shunda birdan ikki kishining Dajlada suvga cho'kayotganini ko'rdi. O'sha zahoti zangi odam suv ustida yurib borib cho'kayotganlarni qutqardi. Keyin Hasan Basriy hazratlariga qarab shunday dedi: "Ey Hasan, sen Allohning nazarida mendan afzalsan. Sen ham menga o'xshab suv ustida yur va cho'kayotgan bir kishini qutqar. Haytgancha, bu yonimdagi ayol onamdir. Ichayotganimiz esa sharob emas, zamzamdir. Biz bu yerga sening qalb ko'zing ochiqmi, yo'qmi, uni imtihon qilish uchun o'tirdik", dedi. Hasan Basriy uning oyog'iga yiqildi. "Sen meni yomon gumondan, ikki kishini esa suvga cho'kib o'lishdan qutqarding", dedi. Zangi duo qildi: "Ey Robbim, Hasanning ichidagi holdan Hasanni ozod qil. Zero u sening huzuringda mendan 100 barobar afzaldir", deya. Biz ko'rgan insonlarimizning chehrasi 14 kunlik oydek to'linoy bo'lishini xohlaymiz. Ularning qalb yuzi ham borligini unutib qo'yamiz. Vaholanki, ba'zi insonlarning qalbida bizga ko'rinmagan oy yuzi bor. Ba'zilarda solih mo'min kabi to'lin, ba'zilarda fosiqlar kabi ixtilofli tund yuzlar bor. Oy buning jonli timsoli. Qalbimizning Alloh taolo amrlariga qarab turgan, amal qilgan yuzi doim to'linoy bo'lsa, xalqqa qaragan yuzi ham 14 kunlik oydek porlaydi. Dard otasi.
Olomon ichida yashash uchun iste'dod kerak emas, ammo yolg'iz qolish uchun iste'dod lozim, deydi amerikalik yozuvchi Charles Bukowski. Oyga o'xshar yuragim degan bir qo'shiq bor. O'zim eshitmaganman. Qanaqa qo'shiq? Faqat nomini bilaman xolos. To'linoy kechalari hech uxlashni xohlamaydigan yuraklarga salom. Oyning shoyi tabassumi sayriga to'ymaganlarga salom. Eng vahshiy sevgi boylik sevgisidir. O'zi bilan o'zi yolg'iz qolganlarning yolg'izlikdan boshqa baxti yo'q. Siz hech gultuvakdagi gulning faryodini eshitganmisiz? Qafasdagi qushlarni ko'rganimda, akvariumdagi baliqni ko'rganimda yoki gultuvakdagi gulni ko'rganimda kimga aylanib qolaman? Bemalol yoyilib ketishi uchun gul tomirlarining vatani tuproqdir. Baliqlarning vatani oqar suvdir. Bemalol suzishi uchun. Qushlarning vatani havodir, ozod parvoz qilishi uchun. Gultuvakdagi ikkita gulni kattaroq gultuvakka ko'chirish uchun bog'chaga olib bordim. Qaradim. Gultuvakda tuproq qolmagan. Tuvakdagi tuproq tomirlardan iborat yumaloq koptokka aylanib qolgan. Tomirlar boshini tuvakka urib, joy torligidan, joy yo'qligidan yana orqaga qaytib ketgan. Yana kelgan, yana qaytgan. Tuvakda bir hovuch ham tuproq qolmagan. Shunday jonlilarni qafaslarda ko'rganimda, o'zimni ko'nglimning obu-oshi tugab qolgandek. Jimgina osmonga qarab yotadigan to'lqinsiz dengizga aylanib ketgandek his qilaman. O'sha qo'shiqning ko'ksi yostig'im bo'lib qoladi. Duoga to'ymagan ochko'z bo'lib qolaman. Va Ali Shariatiyning Yolg'izlik kitobidagi so'zlari tashnaligimga malham bo'ladi. Ali Shariatiy: o'zimga dunyoni yuqtirmadim, ustozlikni va sukunatni tanladim. Ular tilla to'pladilar, xazina topgan esa Ali bo'ldi. Ular yo'ldan ozdilar, hovuchlarni to'ldirdi, men esa yolg'izlikni to'ldirdim. Ular lazzat va zavq oldilar, men esa g'am, alam. Ular sarmoya otasi bo'ldilar, men dard otasi bo'ldim. Ular hayotga bog'landi, men esa o'limga. Ular vazir bo'ldilar, men saltanatni oldim. Ular ozodlikka xiyonat qildi, men ozodlikka vafo qildim. Ular ko'ylaklarga sig'mas darajada semirdilar, men ichimga sig'mas darajada oshiq bo'ldim. Ular do'stlari orasida bir-biriga dushman, men yolg'izlik bilan do'stman. Ularning uyi bor, mening esa mehrobim. Ularda oltin bor, menda esa ishq. Ular yerda sudralmoqda, men ko'klarga yuksalyapman. Ular zavol topmoqda, men yangidan tug'ilyapman. Abu Zar sog'inchi. Safarga ketishimdan avval Abu Zar roziyallohu anhuning ajrashgan ayoli Ummu Zarning xotinlarini o'qigan edim. Abu Zar menga taloq berdi. Boshqaga turmushga chiqdim. U boy edi. Men nimani xohlasam muhayyo qilardi. Ammo baribir u Abu Zar emasdi. Qani bu Abu Zar deyilganda xotiralarida. Ummatni Abu Zarga talpintirgan, sog'intirgan narsa nima edi? Bulutlar ustida uchib yurgan insonlarga achinaman. Yiqilsa yomon yiqiladi-da, hamma joyi sinadi. Iltimos, yerga tushinglar. Havoga qarasam, havo olurman. Tuproqdan ayrilsam, qayda qolurman, deydi-ku oshiq Vaysal. Hadeb havoda uchib yuraversak, keyin ko'milishga tuproq ham topolmaymiz. 10 soat bulutni ustida samolyotda uchib, sekingina qo'nganimda ham
chilparchin bo'lib ketdim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam safar qilinglar, sog'ayasizlar deganlar. Demak, bir joyda turib qolishlik ko'lmak suvga o'xshaydi. Kasallik kabidir. Safar insonni o'sha kasallikdan qutqaradi. Safarim davomida faqat Abu Zar roziyallohu anhuni sog'indim. Ey Abu Zar, sen nega yolg'iz yashaysan? Yolg'izlik qiyin emasmi? deb so'rashganida, insonlar bilan yashash undan ham qiyin deb javob bergan. Hayot aslida go'zal, insonlar yomon. Menimcha, safar va sayohatlarning insonga shifo bo'ladigan bir tomoni ko'proq pul bilan muomalada bo'lishi va har xil tabiatli insonlarga duch kelishida bo'lsa kerak. Pul g'ubor bosgan ko'zgudir. Insonni yuzini ko'rsatib qo'yadi. Safardagi inson juda ko'pchilikning fursati, vaqtini qatl qilayotganiga guvoh bo'ladi. Inson uchun eng achchiq narsa o'z hayotida mahbus bo'lib qamalib qolishidir. Qancha insonlar o'ziga mansub bo'lmagan, behuda va bo'sh hayot kechirib yuribdi. Agar bilsangiz, inson o'zining va so'zining qa'rida o'zlariga xos va mos hayot kechayotganlar fikrlarining ta'mini biladilar. O'qigan inson duo qiluvchi insonga o'xshaydi. Abu Zar roziyallohu anhuni tog'u toshlarga olib chiqib qo'ygan, bizga Abu Zarni sog'intirib qo'ygan narsa nima? Tuproq bolalarning bahoridir. Angliyada tadqiq qilingan psixologik anketalarga ko'ra, inson hayotining 7994 soati o'tmishda qilgan ishlariga pushaymonlik bilan o'tar ekan. Pushaymonlik vijdondan darak. Agar u tavbaga aylansa, ruhan shifo demakdir. Buni Angliya psixologlari biladimi, yo'qmi, bilmayman. Ammo tavba va pushaymonlikka buyurgan dinimni yaxshi bilaman. Islom shunday go'zal va fitratga uyg'un dinki, yashagan insonga hech qachon nadomat keltirmaydi. Har bir payg'ambarning hayoti gulzor kabi tavhid tushunchasi bilan to'lgan. Qaysi tarafga qarasang, faqat go'zal o'rnak ko'rasan va olasan. Masalan, Ayyub alayhissalomga 40 yillik ne'matdan keyin og'ir kulfat zamoni kelayotgani xabari berilganida, kulfat har doim ham kelavermaydi. U mening mehmonimdir. Kulfat hammaga ham nasib bo'lavermaydi degan edilar. Ibrohim alayhissalom zamonida bir yili ocharchilik bo'lgandi. Namrud xalqiga oziq-ovqat tarqatar ekan, olayotgan kishidan Robbing kim deb so'rardi. Hamma sen der edi. Navbat Ibrohim alayhissalomga kelganida, mening Robbim hayot beradigan va o'ldiradigandir dedilar. Oysha onamiz bir kuni, ey Rasululloh, meni qanday sevasiz deb so'raganida, ko'r tugun kabi ey Oysha deb javob bergan edilar. Ko'r tugun hech kim yecha olmaydigan, ikkita ip bir-birining ichida yo'q bo'lib ketadigan mahkam, eng ishonchli va qattiq tugun shaklidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning javobi bugun ham o'z haybati va romantikasini muhofaza qilib turibdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nazokati, zarofati va muhabbatiga yana bir misol tahajjudga turganida Oysha onamizdan sajda uchun izn so'rar edilar. Islomning hech qachon pushaymonlik keltirmaydigan boshqa bir tarafi esa Qur'on dini ekanligidir. Ko'zlarimiz eshitadi. Eshitmoq ko'rmoqdan oldinda keladi. Ko'zning shaffof pardasiga retina tushgan yorug'lik nurlari avval eshitish hissini beradi, keyin esa ko'rishga aylanadi. Ko'z eshitmagan narsasini ko'rmaydi. Qur'onni yod olishni xohlaganlar avval tinglasin. Shuning uchun ham Qur'on tinglash ko'zni ravshan qiladi. Qur'on o'qib turish buyuk bir ne'mat. Alloh taolo bu ne'matni
faqatgina Habibining ummatiga ehson qilgan. Farishtalar ham bu ne'matdan mahrumdir. Shuning uchun ham Qur'on o'qilgan joyda farishtalar yig'iladi va Qur'on tinglaydi. Bolalarga dinimizni o'rgatar ekanmiz, bu hali bola deya olmaymiz. Islom fitrat dinidir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 10 yoshli bola bilan 50 yoshdagi sahobaga tavhidni bir xil tilda o'rgatardilar. Har kuni bolalarim bilan tog'ning tuproq yo'lida soatlarcha yalangoyoq yuramiz. Qizlarim tuproqni ko'rishi bilan qum o'ynashga tushadi. Tuproqni ko'rib, qum o'ynamagan bola bo'lmasa kerak. Agar o'ynamayotgan bo'lsa, demak, fitratimiz bu tarafdan ham erimoqda deganim. Bolalarimizning tuproq o'ynashi ham tavsiyadir. Zero payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bolalar tuproq bilan o'ynasin, tuproq bolalarning bahoridir degan edilar. Haysamiy 8-jild 159-bet. Ishkambasi portlagan echki. Hindistonda 725 ta din bor. Bulardan eng kattasi sigirga sig'inuvchilar, keyin maymunga, kalamushga va xotin tangriga sig'inuvchilardir. Va ilk 10likka kiruvchi yana bir dini bor. Bu erkaklarning avratiga sig'inuvchilar. Bu dinga e'tiqod qiluvchilarning sonini yozmayman. Qo'rqinch. Zotan ko'pchilik bo'lmasa, ilk 10lik guruhga kirarmidi? Nuriddin Yildiz ismli hojaning Hindiston safari haqidagi xotiralarini o'qiyotgan edim. Dehli aeroportiga qo'ndik. Ulkan xotin tangri haykali kutib oldi bizni. Hamrohimga qaytib ketaylik, bu mamlakatga kirib bo'lmaydi dedim. Hamrohim hindistonlik edi. Keyin bir ko'chaga kirdik. 100 metr chamasi uzun navbatga turgan insonlarni ko'rdim. Yarmi ofis, yarmi do'konga o'xshagan joyga kirib chiqishmoqda. Yaqinlashib qaradim. Bir yalang'och erkak taxtda o'tirgandek o'tiribdi. Insonlar navbati bilan kelib uning avratiga sajda qilib ketishmoqda. Bu nima deb so'radim hindistonlik birodardan. Aeroportdagining erkagi dedi. Deyilgandi Nuriddin hojining xotiralarida. Men bu misolni nega keltirdim? Ba'zan tanishlarimga shu qilayotgan ishing harom desam, hamma qilyapti-ku degan javobni olaman. Ko'pchilikning bir harom ishni qilishi u ishni mashru qilib qo'ymaydi. 5-6 million kishi avratga sig'inyapti. Bu ularni haqli qilib qo'yadimi? Biz harom deganda odatda luqmani tushunamiz. Ammo qul haqqi bor haromning haromi. Harom yeb, harom ishlayotgan kishi borib uning haromligini farqiga bormay qo'yadi. Chunki ishonchiga ko'ra yashamagani uchun, yashashiga ko'ra ishona boshlaydi. O'tgan yili toqqa kelganimda Jamila ismli beva qo'shnimizning o'tinlari bilan bog'liq bir voqeani kuzatgan edim. Tog'da aslida qish mavsumida hech kim qolmaydi. Hamma shaharga ko'chib ketadi. 2-3 ovchi va cho'ponlar qoladi xolos. Yoz oylarida dam olishga kelib, meva-chevasini to'plab ketishadi. Hammasini uylari bir-biriga yaqin g'uj qurilgan. Uylardan 2-3 kilometr uzoqda esa bog' bo'stonlari bor. Jamila xonim ham bog'idagi qurigan daraxtlarni kestirib, maydalab, o'tin holiga keltirgandi. Tashib kelishga kuchi yetmay shaharga ketarkan, uyum o'tinlarini ustiga qog'ozlarga kim shu o'tinlarimdan bir dona olsa rak bo'lsin deb yozib, ularni sellofanning ichiga qo'yib, o'tinlarni ustiga yopishtirib, keyin mahkam yopib o'zi shaharga ketgan edi. Bu yil yozda kelsa bir dona ham o'tin yo'q, o'g'irlashibdi. Bu voqea meni qo'rqitdi. Men haromning qanday olov ekanligini, qanday yondirishini ta'riflashga ham qo'rqaman. Hech qachon duolaring qabul bo'lmasin desang, yo va qil harom ishlarni. O'zbekistonga borgan kunim bir qo'shnimiz kechasi bilan bug'doy o'g'irlab chiqibdi. Ertalab qarasa, qo'rasidagi echkilari o'lib yotibdi.
ko'p bug'doy yegani uchun echkilarning oshqozoni yorilib ketgan ekan. Vaqti kelganida sening oshqozoning ham portlaydi shubhasiz. Viyana safarga ketayotgan Usmonli armiyasi Belgradga yaqin bir joyda buloq bo'yida dam olish uchun to'xtadilar. Askarlar tahorat olish uchun suvga yugurishdi. Uzoqdan ularni kuzatib turgan keksa bir pop cherkovdagi rohiba qizlarning qo'liga chelak berib, buloq boshiga suvga jo'natdi. O'zi esa uzoqdan kuzatib turdi. Qizlarni ko'rgan Usmonli askarlari esa darhol buloq boshidan uzoqlashdi. Kuzatib turgan pop buni davlat boshliqlariga tushuntirdi va bu armiyani yengib bo'lmaydi, bekorga qon to'kmaylik. Haromdan uzoq bo'lgan insonlar Allohga yaqin bo'ladi. Allohga yaqin bo'lgan dushmanga g'olib bo'ladi, dedi. Bir millat halolni harom, haromni halol qilib olmagan bo'lsa, u millat hech qachon mag'lub bo'lmaydi. Usmon G'oziy aytganidek, harom yegan askar jang qila olmaydi. Jang maydoni faqatgina kofir qarshisida deb o'ylasak adashamiz. Jang maydoni nafsimizdadir. Begunoh echkining oshqozonni portlatgan harom bizning miyamiz, ishkambamiz va qon tomirlarimizni ham portlatadi. Dinukum dinarukum. Bu nima degani? Sizlarning diningiz dinorlaringizda degani. Bu so'z uchun Ibn Arobiyni, eronlik mashhur din olimi va sotsiolog Ali Shariatini va Mahmud Asad Jo'shon hojani o'ldirishgan edi. Din ichiga kirgan dindor suratidagi dintorlarni oshkor qilgani uchun o'ldirganlarning sanog'i ko'p aslida. Siz hech to'shagida oyog'ini uzatib o'lgan haqiqiy din olimini ko'rdingizmi? Men ko'rmadim. Ular har doim dintorlar tarafdan o'ldirildilar. Amasiyadagi masjid kutubxonasidan bir kitob olib kelgandim. Kutubxonada o'qish niyatida istagan kitobingizni olishingiz mumkin deb yozib qo'yilgandi. Bu kitob Mahmud Asad Jo'shonning Sunnat bo'lmasa ummat ham bo'lmaydi nomli kitobi edi. Kitob orientalist, sunnat dushmanlariga qarshi yozilgan edi. Jo'shon hojani eng so'ng yozgan maqolasi uchun suiqasd qilinib o'ldirishgandi. Turkiyadagi tariqatlarning botilligi Massad tarafidan tashkil qilinib, moddiy dastak berilishi soxta jamoatlar haqida edi so'nggi maqolasi. To'g'ri, islomda jamoat bilan birga bo'l deyiladi. Jamoat bilan birga bo'lish haq bilan, haqiqat bilan birga bo'lishlikdir. Yolg'iz bo'lsak ham, haq bilan bo'lsak biz jamoatmiz. Haqiqatdan uzilganlar esa millionlarni tashkil qilsa ham yana tafriqadir. Mahmud Asad Jo'shonning o'limiga sabab bo'lgan maqolasidan parcha keltirmoqchiman. Afsuski, bugun butun islom olami imperialist kuchlarning hukmi ostidadir. Qush uchirmaydi, sizni nazorat qilib turadi. O'zi ta'qib qilmaydi. Stefan yoki Jamesga ta'qib qildirmaydi. Ismi bizniki kabi Ahmad, Mahmud bo'lgan musulmonga bizni nazorat qildirmoqda. Ular o'z millatimiz ichidan chiqqan xoinni tanishadi. Millatga eng katta zararni o'z ichidan chiqqan insonning qo'li bilan berdiradi. Ularni pul bilan sotib oladi. Keyin istagan ishini qildiradi. Metod bilmagani uchun, ilmdan uzoq bo'lgani uchun imperialist undan bemalol foydalanadi. Buni o'sha josusning o'zi ham farqiga bormaydi. Soxta bir jamoat qurdiradi, to'playdi, atrofiga musulmonlarni keyin ulgurji sotib oladi. Mo'min farosat ko'zi bilan qarab buni ko'ra olishi kerak. Atrofiga odam to'playotganlarga ko'r-ko'rona bog'lanmang. Sizga istiqlolni tavsiya qilaman. Hur bo'ling. Mo'minlarga xizmat qilishni xohlagan inson mazlumlarni o'zi qidirib topsin. Imperializmni tanimayapsizlar. Har bir mo'min bir lider, bir jamoatdir. Shu bittagina domla yagona lider degan narsa yo'q. Qarang, Falastinni nega yenga olishmaydi? Chunki falastinlik bolalarning hammasi lider.
Avval bir jamoatni bir domlaning atrofiga bog'lashadi. Keyin bir bosh uzumni qo'porib olgandek, u uzumning boshidan tutib xohlagan joyga olib boradi. Keyin boshiga o'zlari istagan bir xoinni qo'yib qo'yadi. Qolgan ishni o'sha xoin qiladi. Uzumning boshi ularning qo'lida chunki. Sham olovga sendan qo'rqaman, sen meni yondirasan deganida, olov mendan qo'rqma, ichingdagi ipdan qo'rq. Seni ichingdagi ip yoqadi degan ekan. Ichimizdagi iplarni taniylik. O'rgimchak xotinlar. O'rgimchaklarning inidagi ingichka iplarning chidamliligi cho'yandan qilingan ipdan kuchli va mustahkam ekan. Buni bugun fan isbotlab turibdi. Odatda o'rgimchaklarning inini urg'ochisi quradi. O'rgimchaklardan boshqa hamma jonzotlar uyni yashash uchun quradi. O'rgimchak esa uyni tuzoq uchun quradi. Uyga kelgan mehmon uning o'ljasidir. Mehmonini yeydi. Har bir mehmon uning ziyofatidir. Hamma hayvon va jonlilarda odatda erkagi gavdali, yirik va kuchli bo'ladi. Ammo o'rgimchaklarda teskarisi. Urg'ochilari katta, kuchli va gavdali bo'ladi. Chunki u erkagini yeydi. U mehmonlarni qanday yesa, uyga juftlashish uchun kelgan erkagini ham shunday yeydi. Juftlashganidan keyin bolalarning otasi bo'lsa ham endi u urg'ochining o'ljasi hisoblanadi. Xullas, o'rgimchak iniga qaysi niyatda yaqinlashsang yaqinlash, oxiri xursondir. Yaxshi niyatda juftlashish uchun bo'lsa ham. Olimlarga ko'ra, urg'ochi o'rgimchaklarning o'z erkagini yeyish sababi uyni urg'ochi qurmoqda va erkagiga qaraganda kuchlidir deydi. Bir narsani farq qildingizmi? Bugun jamiyatda xotinlar uy qurmoqda va u uyga kelgan erkakni yemoqda. O'rgimchak haqidagi oyatning 2-qismiga kelaylik. Avliyo so'zi, vali do'st so'zining ko'pligidir. Allohdan boshqani do'st tutganlar o'rgimchakni uyiga mehmon bo'lganlar kabidir. Istasang u uyga uy sohibasining naslini davom ettirish uchun kir. Istasang boshqa maqsadda kir, farqi yo'q. Uyning muhtashamligi va go'zalligiga aldanma. Xotinini, onasini, qizini chet ellarga ishlagani jo'natayotgan jussasi kichkina, zaif, bo'yi past erkaklar, qo'rqing. Ertaga u xotinlar sazan kabi semirib, bo'yi o'sib, kuchli va gavdali bo'lib qaytib kelib uy qursa-chi? Uy to'yining ziyofati kim bo'ladi? Qizimning maynasi yorildi. Boshini yerdan ko'tarib, osmonga qaray olmaydigan yagona hayvon cho'chqadir. Anatomik tuzilishi ham shunga munosib. Najasni ne'mat deb biladi va boshini undan ko'tarib ola olmaydi. Allohim qarattirmaydi osmonga. Boshqa maxluqotlarning hammasi chorasiz qolganda boshini ko'tarib ko'kka boqar ekan. Cho'chqaning tabiati najasdir. Bu ma'lumotni o'rganganimda uyqularim qochgan edi. Finlandiyalik yozuvchi Martti Larininining Sohibjamol cho'chqaboqar nomli kitobi bor. U mening sevimli kitoblarimdan biri. Qayta-qayta o'qib turaman. Kitob cho'chqa haqida emas, aytib qo'yay. Sohibjamol bo'lmadim, ammo cho'chqaboqar bo'ldim. Har doim hayotimda yo cho'chqa sifat odamlar bo'ldi. Tog'dagi uyimizning o'rikzorida o'riklarni to'pladim. Quritish uchun o'rikzorning o'zida yoyib chiqdim. Bir qo'shnim Marziya xonim, ertalabgacha yovvoyi cho'chqalar bu o'riklarni payhon qilib ketadi. Bu yer turshak quritish uchun uyg'un emas, dedi. Cho'chqa o'rik yemaydi-ku, dedim. Cho'chqadir, u faqat payhon qilib ezib ketadi, dedi. Ertalab borganimda aytganidek o'riklarim bosib, ezib tashlangan edi. Tog'liklar cho'chqani yaxshi tanishadi. Bog' va bo'stonini cho'chqadan qo'rish uchun oldini olishadi. Cho'chqani hamma ham suya olmaydi. U qo'y emas, boshini toshga qo'yib, "So'y, meni qurbon qil", deydigan. Men 3 kishini bilaman yaqinlarimdan. Uchalasi ham cho'chqa so'yadi.
baxtiqaro va badbaxt insonlar. Cho'chqani so'yishdan avval yashirincha yuragiga pichoq urib, yiqitib olishadi. Bo'lmasa, so'yib bo'lmaydi. Qassobning o'zini o'ldiradi. Tog'liklar yovvoyi cho'chqalarni qanday tanisa, biz ham cho'chqa sifat yovvoyilarni shunday tanib qoldik. Ular nonko'r, noshukur, boshi ne'matlar ichiga ko'milgan, ammo boshini ko'tarib atrofga qaray olmaydiganlar. Ular yolg'onchi, birovning haqqidan qo'rqmaydigan o'g'rilar. Yillar avval o'zim yashagan bir voqeani misol keltirmoqchiman. Shahardan 25 kilometr uzoqdan Toshkent viloyatidan uchastka qurayotgan edim. Kech soat 9da ustalarga ovqat tashlab endigina uyga kelgandim. Telefonim jiringladi. Ustalardan biri ekan. Opa, menga zudlik bilan 200 ming. O'shanda 200 ming katta pul edi. Opa, menga zudlik bilan 200 ming kerak. Samarqandga ketishim kerak. 8 yashar qizimning boshiga tomdan bolta tushib ketgan. Qizimni maynasi, miyasi demoqchi. 2 bo'lak bo'lib ketibdi, dedi. Bo'pti, sen 3 qahramonga kel, tezroq pulni ol, Samarqandga uch, dedim. Pulni yetkazdim. Vallohi ertalabgacha uxlay olmadim. Go'yo o'zimning qizimni miyasiga bolta tushgandek iztirob tortdim. Ertalab bitmagan uchastkamga borsam, mening insonlarga bo'lgan ishonchim, soddaligim, marhamatim ezib bosib payhon qilib tashlangan edi. Qizining maynasi 2 bo'lak bo'lib ketgan usta 200 mingga aroq olibdi. G'isht ko'prikdan qozoqqa o'tolmay qolgan fohishalardan birini olib kelibdi. Mast alas yotibdi. Agar insonlar og'zidan chiqqan gaplari va miyasidan chiqqan fikrlarning koinotni aylanib yana o'ziga takror qaytib kelishini bilganida edi, aminmanki bir jumla ham gapirishdan qo'rqar edi, deydi Albert Einstein fizikadagi bumerang qonuni. Ammo men boshqa narsa demoqchiman. Kechaning qorong'iligi qop-qora bo'lib ketgan vijdon va fitratdan yorug'roqdir.